Hammaga salom do'stlar, ismim Tojiddin, Xeli Uzbekistan kompaniyasidanman. Bugungi obzorimizda Xeli kompaniyasidan 308 tonnalik kara haqida gaplashamiz. Ushbu karamizning modeli CPCD 38Q17K2 bo'lib, ZSM 450 mashtasi qo'yilgan. Ya'ni 308 tonnagacha yukni 4,5 metr balandlikkacha ko'tarib berish qobiliyatiga ega. Karamiz ko'rib turganingizdek avtomat korobka hamda 3 ta richakli bo'lib, 3-richak bokovoy smesheniyaga javob beradigan richak hisoblanadi. Xo'p, avtokaramizda o'rta qismida silindr mavjud, ya'ni konteynerning vagonniy rejim vazifasini bajaradi. Xo'p, karamizning kapot osti qismida Quanchay kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 493 motor turibdi. Karamiz razmerlari juda ham ixcham, ya'ni 3,5 tonnaniki bilan deyarli bir xil holatda ishlangan. Balon razmerlari ham 28-915 oldi balonlari, orqa balonlari esa 6,5 ga 10 balon hisoblanadi. Standart pozitsiyada damlanadigan kamerali balonlar qo'yilgan bo'ladi. Sizni xohishingizga qarab, qora va oq turdagi damlanmaydigan kauchuk balonlarni qo'yib berish imkoniyatimiz mavjud. Standart 137 santimetrlik vilkalar bilan keladi zavoddan. Siz xohishingizga qarab kaltarog'i yoki uzunrog'iga almashtirib berish imkoniyatlarimiz mavjud. Xo'p, karamizga o'tirganimizdan so'ng doimgidek uzatmalar qutisi, ruchnoy tormoz hamda o'ng tomonimizda 3 ta richak turgan bo'ladi. Doimgidek rol. Yurgizish uchun kalitni buraymiz. Avtokaramiz yurdi. Oldiga ursak, oldiga, orqaga ursak, orqaga harakatlanishni boshlaydi. Avtomat korobka bo'lganligi uchun gaz hamda tormoz mavjud xolos. Xo'p, o'ng tomondagi birinchi richakni ko'tarsak, ko'rganingizdek ko'taradi. Tepaga sursak esa tushiradi. O'rtadagi richagimiz mashinaning oldiga hamda orqaga egalish funksiyalarini bajaradi. Uchinchi richagimiz esa ko'rib turganingizdek bokovoy smesheniyaga javob beradi. Ya'ni strelamiz o'ngga hamda chapga harakat qiladi. Ruchnoy tormozni qo'yib olib, skorsni oldiga yuramiz. Ko'rib turganingizdek karamiz oldiga harakatlanishni boshladi. Tormozni bosib, neytral hamda orqaga ursak, avtokaramiz orqaga harakatlanishni boshlaydi. O'ng tomonimizda burovchi richak mavjud. Bu richak svetlarni yoqish hamda o'chirish uchun javob beradi. Tepaga sursak, chap tomonga pavorotnik yonadi. O'zimizga tortsak, o'ng tomonga pavorotnik yonadi. Avtokaramizni o'chirib, ruchnoy tormozni tortamiz. Ushbu model hamda Xeli kompaniyasining har qanday turdagi avtokaralari to'g'risida sizga ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistondagi rasmiy diler bilan hoziroq bog'laning, eng qulay narxlarda xaridingizni amalga oshiring. Xeli kompaniyasining har qanday turdagi texnikalarini eng qulay narxlarda va qisqa fursatlarda sizga yetkazib berishga kafolat beramiz.